Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultay uchur tashviqot markazining mudiri va Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Ömer, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Gollandiyadagi lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Ömer Bekalilardan tarkib topgan Qurultay hay'atining Avstraliyaning poytaxti Canberrada 23 noyabr boshlatgan 2 kunlik faoliyati bugun, ya'ni 24 noyabr muvaffaqiyatli oxirlashdi. Dolqin Aysa boshchiligidagi Qurultay hay'ati 23 noyabr kuni Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi, Qurultay muhojirlar komitetining muavin mudiri Mehmet Chalabchi va Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' ayollar uyushmasining raisi Ramila Chanishevning hamrohligida Avstraliya parlamentini ziyorat qilib, 10 nafardan ortiq parlament a'zosi va senator bilan ayrim holda ko'rishib suhbat ilib borgan. Qurultay hay'ati parlamentni ziyorat bo'layotganda Avstraliya Uyg'ur jamiyati, Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' ayollar uyushmasi, Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati, Victoria Uyg'ur jamiyati qatorliq tashkilotlar birlashib poytaxt Canberradagi parlament binosi oldida namoyish o'tkazib, Qurultay hay'atining Avstraliya parlamentidagi faoliyatlarga madad berish bilan birga Avstraliya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ma'qullashini talab qilishgan edi. 24 noyabr kuni Qurultay hay'ati yana Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullarining hamrohligida ikki guruhga bo'linib, Avstraliya parlamentida 20 nafarga yaqin parlament a'zosi va senator bilan ayrim holda ko'rish ilib berib, ularga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqaro e'tirof qilinish ahvoli, BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilgan doklatining mazmuni, Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida chiqargan qonuniy hukmi, shundaqli Sharq Turkistonning navbatdagi yangi yuzlanishi va Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara hal qilgan ziyonkashlik qatorliq keng mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Uyg'ur xalqining Avstraliya parlamenti va hukumatidan kutadigan tövəndiki konkret talablarini o'ttirg'a qo'yishdi. Birinchisi, Avstraliya parlamentimi Amerika boshchiligidagi g'arb demokratik ellardan ulgu elib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda e'tirof qilib, maxsus qaror ma'qullashi lozim. Ikkinchisi, Avstraliya hukumati Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining Avstraliyaga kirishini cheklash uchun jiddiy qonuniy tadbirlarni yo'lga qo'yishi lozim. Uchinchisi, Avstraliya hukumati Xitoyning ziyonkashlik sababidan vatandan ayrilishga majbur bo'lgan Uyg'urlarni Avstraliyaga ko'chman sifatida qabul qilishi lozim. 24 noyabr tushda Qurultay hay'ati yana Avstraliya parlamentining bog'chisida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasi haqida maxsus axborot e'lon qilish va muxbirlarning kutib olish yig'ini o'tkazib, Avstraliyaning bir qism asosli matbuotlari va televiziya kanallariga Uyg'ur masalasining xalqarodagi yuzlanishi va Qurultay hay'atining bu qitimqi Avstraliya ziyaratining maqsadi haqida ma'lumot berdi. Avstraliya parlamentidagi faoliyatlarini oxirlashtirgan Qurultay hay'ati shu kuni tushdan keyin Avstraliya tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, tashqi ishlar ministrligining munosabat mas'ul xodimlarga Uyg'ur xalqining Avstraliya hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talab va orzularini o'ttirg'a qo'ydi. Arqadan Qurultay hay'ati Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumining va boshqa jinoiy qilmishlarining dunyoga pash qilinishida intayin muhim rol o'ynagan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchragan Avstraliya strategiya tadqiqot markazini ziyorat qilib, markazdagi tadqiqotchi xodimlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunida butun dunyo miqyosida Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi bir tutash norozilik faoliyatlari elib berish haqidagi chaqiriqi har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan 2020-yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi 2021-yili 9 dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizatdi deb hukm chiqargan va Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan. Shundaqli muhojiratga qarindoshlarimizni Uyg'ur xalqi uchun zo'r tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bu kunni unutib qolmaslikqa va har yili xotirlab turishga chaqirgan edi. Har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi keng ko'lamda norozilik faoliyatlarini ilib berishga jiddiy tayyorlanmoqda. Qozog'iston va Qirg'izistondagi Uyg'urlar o'zlarining qurultayning yuqorqi chaqiriqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilib, mundaq deyishdi. Aziz qarindoshlar, 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini bosqinchi mustabid Xitoyga qarshi harakatlar bilan xatirlaylik.
9 dekabr gününü unutmayınız. Unutmayınız. 9 dekabr Uyghur kırınçılığı kanun asasında ispatlanıp ve beklenen gün. Bu gün ve bu hadisler Uyghur halkının isinden мәңгі çıkmaydı. Yaşasın müstakillik. Assalamu alaikum. Yerket şehridim. 9 dekabr Uyghur ırka kırgınçılık gününü unutmaylı. Unutmayız. 2015-yili Tayland paytaxti Bangkokdagi Eravan ibodatxonasida yuz bergan portlashga chetilib tutqun qilingan va terrorlik bilan ayblanib 7 yildan beri Taylandda tutib turilayotgan ikki Uyg'urning soti 2 yilda kechiktirilgandan keyin 22 noyabr qayta boshlangan. Gumondorlar ilgari Tayland harbiy sotida sotlangan bo'lsa-mu, lekin 2019-yili Tayland harbiy diktatori Prayut Chan-ochaning bosh ministerlik saylanishidan keyin bu delo xalq sotiga o'tkazib berilgan edi. Adam Qarataq nomidagi Bilal Muhammad bilan Yusuf Mirali ismli ikki Uyg'ur gumondorning o'lim jazosi bilan ayblangan bu delosining soti ilgari tarjimon masalasi va yangi tipli tojisimon virus yuqumi sababli kechiktirilgan edi. Binar xabarlari to'g'rining bildirishicha 22 noyabr kuni qayta boshlangan sotda yana tarjimon krizi yuz bergan. Taylanddagi Xitoy elchixonasi ta'minlagan tarjimonning gumondor Uyg'urlarning so'zini xato va chalib-puchuq tarjima qilishi gumondor Uyg'urlarning advokatning va mazkur sotga Avstraliyadan kelib kuzatuvchi sifatida qatnashgan Uyg'ur ziyolisi Baxtiyor Bo'ri apandimning kuchli noroziligini qo'zg'agan. Binar xabarlarning bildirishicha, sotda gumondorlarning advokati tarjimonga norozilik bildirgan. Advokat Chuchart Kanpay sotchiga tarjimonning sotda yonfoni bilan rasmga tartganligi va sotdagi guvohlikni ovozga olganligiga norozilik bildirib, bunday qilishning ma'ni qilinganligini aytgan. Advokat Chalida Tajarunsuk bu haqda matbuotlar qilgan so'zda mundaq dedi: "Bu sotda Xitoy ta'minlagan bir tarjimon bor, lekin u kasbiy tarjimon bo'lmag'achqa, uning tarjimasida xatolik chiqdi. U nurg'un qitim xato tarjima qildi. Sotda Mirali o'tirg'i tushib, uning xato tarjima qilganligini pash qildi. Chunki u Tayland tilini ozroq bo'lsin tushunadi. Uning ustiga u inglizchani bilgachga, tarjimon so'zlarni Tayland tilidan inglizchaga tarjima qilgandimi, uningdagi xatoliklarni bayqidi. Holbuki tarjimon so'zlarni nurg'un qitim xato tarjima qildi. Sotga qatnashgan bir Uyg'urmi bor edi. Uning aytishicha, tarjimon nurg'un so'zlarni xato tarjima qilgan. Chalida Tajarunsukning aytishicha, sotchi oxiri Avstraliyadan kelib kuzatuvchi sifatida sot qatnashgan Uyg'ur ziyolisi Baxtiyor Bo'ri apandimni agar tarjimon xato tarjima qilsa, uning darhol vaziyatga aralashib tarjimani tuzitishiga ruxsat qilgan. Advokat Chalida Tajarunsukning aytishicha, gumondorlar 22 noyabr sotga ilib kelinganda sotning o'zlarini harbiy turmadan odatdagi turmaga yo'tkishini talab qilganligi. O'tgan qatimliq sotda halol tomoq yeyolmaslikdek andishlarini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin buning hozir qadar hal qilinmaganligini bildirgan. Mirali Yusuf o'zlariga ba'zida beliq go'shi berilsa-mu, biz halol tomoq tanlay olmaymiz, ba'zi bizga cho'shqa go'shi, ba'zida to'xu berildi, bular halol emas degan. Chalida Tajarunsuk sot hukmining qisqa muddatda chiqarilmaydiganligi, bu deloning necha yil davomlashishi mumkinligini bildirdi. Sotning tunji kundan buyon kuzatuvchi sifatida sot qatnashayotgan Uyg'ur ziyolisi Baxtiyor Bo'ri apandim Bangkokdan bu haqda istansimizga ma'lumot berib, mundaq dedi: Bu tarjima jarayonida shu birinchi kuni 8 soat nim bo'ldi. Sot bo'ldi. Shu sotdagi shu Uyg'ur tercümanlıkka Ürümçi'den kelgan Uyg'ur bir kishi tercümanning Uyg'urcha İngilizce yani İngilizce Uyg'urcha tercüme qilish jarayonidagi xatolardan birinchi kunning 5'idala 22 terminoloji yani termida yani so'zlikda zo'r xatolikni o'tkazganligini men ko'rsatdim va to'xtatishga majbur bo'ldik. İkinci kuni sot boshlandi. Şu ikinci gün sot başlanganda bizden bu Ali Yusuf ve Bilal Muhammed isimli iki Uygur musafirinin yoki bomba gumondorninki norozilik bildirişi ve meninki bu tercümanning tercümanlık salohiyatining yo'qligi tercümanda zor hatalık o'tkazganligini bu nime orqali advokatlarimiz orqali bu nimega sodiyaga ya'ni sotqa biz da'vo qildik. Shuning bilan bu sodiya ya'ni sot shu yerda darhol qisqacha hukm chiqarib meni tercümanga yordam qilishimni
iltimos qildi. Men aytdimki, men bu yerga tarjimonga yordam qilish uchun kelmadim. Tercümanның xataligini yoki tercümanның ustidan sizlarningki ruxsat qilishinglar bilan va advokatlarning talab qilishi va gumondorlarningki iltimosi bilan shu tercüman ustidan nazorat qilish uchun keldim. Shuning uchun buning xatoligini ko'rsatish mening haqqim bor. Ya'ni meni tamamen xatolikni his qilgan vaqtida, xatolikni ko'rgan vaqtida darhol to'xtatishimni va uni to'g'ri tercüme qilishga to'g'risini ko'rsatib berishimni menga ruxsat berdi. Hamda bizning aqimizda men, ya'ni Urumchidan kelgan inglizcha uyg'urcha tarjima atalmış tercüman bu ikki gumondorning bir tarafida, men yana bir tarafida o'tirgan edik. Bizning keynimizda uni yollab kelgan ikki saqchining yanida bu nimaligini, xizmetining nima vazifasining nimaligini bilmaydigan Uyg'ur va 3 Xitoy keynimizda o'tirgan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Kanada saqchi taraf Xitoy saqchi punktlarining Torontoning ko'pligan rayonlarida harakat qilayotganligini bildirgan. Kanada saqchi taraf bu ahvolga bildirgan bayonotida 3 bir davlat organining Kanada fuqarolariga tahdid va parokanchilik silishi, hatto ziyonkashlik qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Xitoyning Kanadada turishliq elchixonasi bu to'g'riliq taratqularga hech qanday inkos bildirmagan. Bosh shtabi Yevropaga joylashgan Qo'g'duvchilar nomli kishilik huquq tashkiloti bu yil 9-oyda bir dokladni e'lon qilgan bo'lib, uningda dunyoning 10 cho'ng shahrida Xitoyning saqchi punktlarining barligi oshkorlangan edi. Shuningdan keyin Amerika, Kanada, Gollandiya qatorliq davlatlar Xitoy saqchi punktlarini tekshirishni boshlagan. Dokladda aytilishicha, Xitoyning bu saqchi punktlari Xitoy hukumatining chet eldagi tashviqotiga moslashish, chet eldagi Xitoy o'qituvchilarini nazorat qilish, ularning Xitoydagi tuqqanlariga besim qilish, hatto ba'zi Xitoy faoliyatchilarini Xitoyga berib jinoyatni topshirishga qistash qatorliq vazifalarni ijro qildi ekan. Toronto Kanadaning pul muomala markazi, nopos eng ko'p shahar bo'lib, Xitoy hukumati Nyu-York qatorliq shaharlarga o'xshash bu yerda saqchi punkt qurib, Xitoy fuqarolarini nazorat qilayotganligi ma'lum. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.